Dunyo xaritasida o'z o'rniga ega bo'lgan har bir millat o'z tarixining zarhal sahifalarini, buyuk ajdodlarining jasorati va donishmandligini yodda tutish orqali milliy o'zligini anglaydi. O'zbekiston zamini esa bu borada boy va betakror merosga ega bo'lib, bu merosning eng yorqin siymolaridan biri shubhasiz Sohibqiron Amir Temurdir. Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan davrda yosh avlod qalbida vatanga muhabbat, ajdodlar xotirasiga hurmat tuyg'ularini shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning 24-fevral kuni yoshlar bilan o'tkazilgan samimiy uchrashuvda ilgari surilgan tashabbuslar bu yo'ldagi muhim qadam bo'ldi. O'sha uchrashuvda ta'kidlab o'tilganidek, O'zbekistonda har haftaning payshanba kuni vazirlik, idora va hokimliklarda yoshlar kuni etib belgilangani navqiron avlod vakillarining ijtimoiy va intellektual faolligini oshirish uchun keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Mazkur tashabbusning amaliy ifodasi sifatida hamda buyuk bobokalonimiz, yengilmas sarkarda va ulug' davlat arbobi Amir Temur tavalludining 690 yilligi munosabati bilan Amudaryo tumanida o'ziga xos ma'naviy-ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Tuman axborot kutubxona markazida bo'lib o'tgan Amir Temur izdoshlarimiz mavzusidagi zakovat intellektual o'yini nafaqat bilim bellashuvi, balki tarix va bugungi kun o'rtasidagi o'ziga xos ko'prik bo'lib xizmat qildi. Ushbu bellashuvda tumanning turli sohalarida faoliyat yuritayotgan, yurt tinchlik va ravnaqi yo'lida xizmat qilayotgan shijoatli yoshlar va xizmatchilar jam bo'ldilar. Tadbirning ahamiyatli jihati shundaki, unda tuman axborot kutubxona markazi, ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi, ichki ishlar bo'limi hamda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari hamkorlikda ishtirok etdilar. Intellektual o'yin davomida ishtirokchilar oldiga qo'yilgan savollar nafaqat xotirani, balki mantiqiy fikrlash va tarixiy voqelikni tahlil qilish qobiliyatini ham sinovdan o'tkazdi. Savollar majmuasi Amir Temurning murakkab va ibratli hayot yo'li, uning davlat boshqaruvidagi noyob tizimi, dunyo harbiy san'ati rivojiga qo'shgan ulkan hissasi hamda zamonlar osha o'z ahamiyatini yo'qotmagan buyuk merosi haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni qamrab oldi. Har bir raundda ishtirokchilar nafaqat javob berishga, balki Sohibqironning kuch adolatdadir degan hayotiy tamoyili, davlat tuzumi va qonun ustuvorligi borasidagi qarashlarini teran anglashlarini namoyon etdilar. Jamoalar o'rtasidagi qizg'in bahs-munozaralar va berilgan aniq javoblar yoshlarning tarixiy kitoblar mutolaasiga, xususan Temur tuzuklari kabi o'lmas asarlarni o'rganishga bo'lgan qiziqishi yuqori ekanini ko'rsatdi. Bu kabi tadbirlarning o'tkazilishi yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini boyitish bilan birga ularda o'z xalqining shonli tarixidan faxrlanish tuyg'usini yanada mustahkamlaydi. Intellektual bellashuv davomida namoyon bo'lgan faollik va bilimga bo'lgan intilish O'zbekiston yoshlarining buyuk ajdodlar merosiga bo'lgan cheksiz hurmatining yorqin ifodasidir. Zero, tarixni bilgan yoshlar o'z istiqbolini to'g'ri belgilay oladi va vatan oldidagi mas'uliyatini chuqurroq his etadi. Bellashuv davomida yangragan har bir ma'lumot Sohibqiron tomonidan qurilgan muhtasham obidalar va uning jahon sivilizatsiyasiga ko'rsatgan ta'siri haqidagi faktlar ishtirokchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Bu esa tumandagi kutubxona va ma'naviyat maskanlarining yoshlar hayotidagi o'rni naqadar muhim ekanini yana bir bor tasdiqladi. Tadbir yakunida nafaqat bilimlar sinovdan o'tdi, balki eng munosib va faol ishtirokchilar hamda jamoalar aniqlandi. Tashkilotchilar tomonidan ko'rsatilgan alohida e'tibor va rag'bat yoshlarni kelgusida yanada ko'proq izlanishga chorladi. Yuqori bilim va mahorat ko'rsatgan jamoalar Amudaryo tuman axborot kutubxona markazi tomonidan maxsus diplomlar va qimmatbaho esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bunday rag'batlantirish tizimi yoshlarning kitobxonlikka va ilm-fanga bo'lgan mehrini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Sohibqiron Amir Temurning 690 yilligiga bag'ishlangan ushbu bellashuv yoshlarning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qilish bilan birga ularni vatanparvarlik va milliy an'analarga sadoqat ruhida tarbiyalash yo'lidagi xayrli ishlarning debochasi bo'ldi. Zotan ajdodlar merosini avaylab asrash va uni o'rganish porloq kelajakning mustahkam poydevoridir. Bugun Amudaryo tumani axborot kutubxona markazi hamda Amudaryo tumani ichki ishlar bo'limi, Amudaryo tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi bilan hamkorlikda Amir Temur izdoshlari nomli zakovat intellektual o'yini bo'lib o'tdi. Amudaryo tumani xalqi sizlarni 13-apreldan 18-aprelgacha bo'lib o'tadigan kitobxonlik haftaligiga taklif qilamiz.